Esselamu Aleyküm vatandaşlarım, vatanperver vatandaşlarım. Ben bugün alayda bir vaziyette sizler bilen uçuruşni niyet kıldım. Yakından beri dünya vaziyetinde zor özgürlüş buluvatıdır. Çoğun devletler o'rtasidagi münasebetlarda, diplomatik bardı keldi münasebetlerde mi zor özgürlüş buluvatıdır. 6. ayının 6. günü, 7. günü aralığında Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama bilan Xitoy Jumhur Xalq Jamhuriyatining raisi Xi Jinping Kaliforniyada uchrashdi. Az gün ötmey, mesela 6. ayının 10. günü Kuomintang'ın vekili Wu Boshun Beijing'e sefer kıldı. O Beijing'e berişten evvel Tayvan'ın prezidenti Ma Ying-jeou'nun havalısını kabul kıldı ve tapılgan sözlerini elip mağdı. O Beijing'e berip ezelden Kuomintang ta'kidlayotgan bir jungo siyasetini ta'kidladi. Xi Jinping bilan ko'rishganda Xi Jinping mu ezelden ta'kidlayotgan jungoning bir jungo siyasetini ta'kidladi. Biroq bu yerda aralıqda meyli Kuomintang bo'lsin, meyli Komünistik Partiyaning raisi Xi Jinping bo'lsin, 92 yildagi o'rtaq tonish deydigan bundaq hukmni eg'izga olmadi. Buni uzundan beri Komünistik Partiya taraf ta'kidlab kelgan, ham Kuomintang partiyasi mu ta'kidlab kelgan edi. Bularning Beijingda uchrashganligi ikki partiyaning uchrashganligi bo'ldi. Masalan, Xitoyning Kuomintang partiyasi bilan Xitoyning Komünistik partiyasining vakillari hesapda Beijing'de uçraşkandık oldu. Şundan keyinla Tayvan'da ve cihan matbuatlarda, Şangay'da ve başka matbuatlarda Komünistik Parti bilen Kuomintang partisi söhbetke olturamdı degan sözler çıkışka başladı. Her xil münazirler, her xil sözler o'tirg'i çıkışka başladı. Bunun misal keltirdigan bolsak, yakından alsak 6. ayının 14. günü Tayvan'daki Demokratiya Taraqqiyot Partiyasini qo'rg'uvchi doilarning biri hisoblangan Xu Xiliang hozir Beijing'e suhbatga yetib keldi. Beijing'da Qizillarning vakili, masalan, Komünistlarning vakili. Beijing'da Kuomintang'ning vakili, masalan, Yeşillarning vakili. Beijing'da Tayvan'daki Demokratiya Taraqqiyot Partiyasining vakili, Köklerning vakili üç taraf suhbati boshlandi. Bular qaramaqa professorlar, tarixchilar, tadqiqotchilar deyildi. Avval shundoq bo'ladigan bo'lsa, ish rasmiy boshlandi. Endiki mesele, agar Komünistik Parti bilen Tayvan'daki Kuomintang Partisining o'rtasida rasmiy siyosiy suhbat boshlanadigan bo'lsa, o chaqda xalqaro jamiyat Tayvanni Xitoyga qo'shib berishga ma'qulga keldimi degan savol o'rtaga chiqadi. Mubada agar xalqaro jamiyat Tayvanni Xitoy cho'ng quruqligiga yoki kommunistlarning rahbarligiga qo'shib beradigan bo'lsa, o vaqtida Tibetning o'rni qandoq bo'ladi? Mustamlika Uyg'uristonning o'rni qandoq bo'ladi degan masalami o'rtaga chiqadi. Biz bilamiz, tarixni bilamizki, Komünistik Partiya bilan Kuomintang partiyasi tarixda qancha qatam suhbat uyushtirib, hatto Jiang Zemin bilan Mao Zedong Sichuanda suhbat uyushtirib, bu suhbatlar talay qatam buzilib ketgan edi. Endi oldimizda 60 yildan keyingi bugungi kunda agar Kuomintang partiyasi bilan Komünistik Partiya siyosiy suhbat boshlaydigan bo'lsa, o vaqtda oxirgi natija qandoq bo'ladi?
söhbət temisi qandaq buludu, söhbət jarayoni qandaq buludu. Hazır xalqaro jamiyat tört göz bilan kutib turibdi. Bugungi xabarda şunun münasibetlik holda hozir Merkezi Komitet, yani Xitayning Merkezi Komiteti belki Xi Jinpingning yo'l yo'rig'i yoki buyrug'i bo'yicha yuz bergan bo'lishi mumkin. Masalan, alayliq Dalai Lama'nın Qinghai o'lkasidagi ma'lum budxonaga Dalai Lama'nın portreti yoki diniy doiralik salohiyatlik suratini esishga ruxsat qildi. Bunun o'zi biz uchun elib aytganda bir mo'jiza apandilar. Har kim masalan siyosatga diqqat qilayotgan va o'z taqdiriga, o'zining kelgusiga, o'zining istiqboliga ko'ngil bilayotgan Xitoy hukmronligidagi har qanday millatning bundaq vaziyat oldida bu masalalarni bir mo'jiza demay boshqa yo'l yo'q. Masalan, alayliq Tayvandagi Demokratiya va Taraqqiyot partiyasini qurg'uvchilarning birisi hisoblangan Xi Jinping apandi 6-oyning 14-kuni Tayvanda kitob tarqitish va yangi kitobga tarqatilgan yangi kitobga imzo qo'yish murosimi o'tkazgan vaqtda shunday dediki, biz Yevropa parlamentiga o'xshash Jungo parlamenti deydigan shunday bir parlamentni qurib chiqish uchun kurash qilishimiz lozim. Bu balki Tayvandagi Demokratiya Taraqqiyot partiyasining siyosiy maydoni bo'lishi mumkin. Buningga nisbatan yoki Xi Jinping kommunistlar tarafdan bir sado chiqmadi. Bu o'tirib qo'yishga nisbatan Xitoy Kuomintang tarafdan bir sado o'tirib chiqmadi. Biz tarixni yaxshi bilamiz, apandilar. Sizlar ham tarixni yaxshi bilasizlar. 1945-yil Jiang Jieshi Tashqi Mong'oliyaning mustaqilligini e'tirof qilgan edi. 1950-yil Jiang Jieshi og'dirilib, 49-yil Tayvanga ketib olgandan keyin Mao Zedong va Jungo Kommunistik partiyasi 1950-yil Tashqi Mong'oliyaning mustaqilligini e'tirof qildi. Sizlarga ma'lum, 1972-yili Amerikaning prezidenti Nixon Beijingni ziyorat qildi. 80-yili Xitoy bilan Amerika diplomatik munosabat o'rnatdi. Tayvanni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan qo'g'lab chiqardi. Shunday bo'lsin-mi? Hozirgi kunda mayli Tayvanda Demokratiya Taraqqiyot partiyasi hokimiyat yurgizsin, mayli Tayvanda Kuomintang hokimiyat yurgizsin, bu baribir, lekin Tayvanni 28-29 atrofida dunyoda bu davlat e'tirof qiladi. Xo'sh, bizning oldimizda turayotgan bir masala alayliq ayni chog'da G'arbiy Germaniyani davlat deb e'tirof qilganda, Sharqiy Germaniyani mo dunyodagi davlatlar davlat deb e'tirof qilgan edi. Hozirgi Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreyani mo har ikkisini davlat deb e'tirof qildilar. Va e'tirof qilgan davlatlar oldida bular ikkilisi davlat deb e'tirof qiladi. Ayni chog'da Shimoliy Vyetnam bilan Janubiy Vyetnamda shunday hodisa bo'lgan. Lekin gap negizi nada bu gapning desanglar vatandoshlarim? Tayvanni Amerika xalqi, Amerikaning o'g'il qizlari qon kechib, jang qilib ozod qildi. Yaponiya urushdan chekindi. Tayvan ya mustaqillik chakarnimidi yoki boshqa yo'l, siyosiy yo'l tutmadi. Faqatla 49-yili Xitoyning Kuomintang partiyasi va uning doisi Jiang Jieshi cho'ng quruqliqda kommunistik partiyadan yengilib Tayvanga qochdi. Biroq Amerika xalqi shu vaqtga Amerika hukumati Jiang Jieshining kechishi uchun Tayvanni bo'shtib berganda yoki Tayvan kelib o'rilishini qarshi olgandek bo'ldi. Shundan keyin ishonimizki, takim shu 60 yil mobaynida
esi çoğun kuruluqdaki mustabit hükümranlık bilen mustabit partiye hesaplangan Kuomintang partisi ve Jiang Jiechi ahirki hesapta onun oğlu Jiang Jinggu, onundan keyin sobiq prezident Li Donghui Tayvanda demokratiyani ishga oshirdi. Haqiqatan meyli matbuot demokratiyasi bo'lsin, meyli saylam demokratiyasi bo'lsin, meyli erkin fikir qilish, erkin partiya qurish, tashkilotlarga uyushish, xohlagan vaqtda xohlagan odamlarni tashkillab namoyish qilish bo'lsin, Tayvanda demokratiya ishga oshirildi. Amerika xalqi Tayvanning demokratiyasini tarbiyaladi. Amerika xalqi Tayvanda demokratiyani pishirib yetildirdi. Amerika xalqi Tayvanga demokratiya elib keldi. Shuningdan chekinib turib fikr qilamizki, kommunistik partiya, cho'ng quruqliq hukmronlik qilayotgan kommunistik partiya hozirgacha demokratiya junguga muvofiq kelmaydi. Jungu xalqining saviyasi tuvan demokratiyani qabul qilinmaydi, demokratik tuzumni qabul qilinmaydi deb bildirlab keldi. Amaliyotda cho'ng quruqlikda yashaydigan Xitoy millati edi. Tayvandagi hozir Kuomintangchilar Xitoy millati edi. Tayvanda demokratiya ishga oshadigan, nemish cho'ng quruqlik demokratiya ishga oshmaydi. Sözümüzge qaytib kelaylik. Aynı çağda 44-yıl Uyg'uristonda mustamlika Uyg'uristonda milliy demokratik inqilob portladi. Qisqagina. Bir yilga yetmagan vaqt ichida Uyg'ur xalqi Shinsesayning yollanma qo'shinlarini tarmar qilib, keyin Kuomintangning 100 ming kishilik armiyasini tarmar qilib, 44-yil 11 ayının 12 günü Uyg'uristonning ili o'lkasining G'olji shahrida mustaqillik jakarladi. Mening demoqchi bo'lganim, bu gapni keyingi so'zlash qoldirib qo'yib turib, shu vaqtda Kuomintangning asl maqsadi nima edi desa, biri ichki jihatki siyosiy krizisdan qutulish. Ikkinchisi Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yoki u tartibda o'rinlashtirish, yoki bu tartibda o'rinlashtirish. Shuning uchun Uyg'uriston kerak bo'ldi. Shuning uchun Uyg'ur kerak bo'ldi. Shuning uchun Kuomintang va uning armiyasi, Kuomintang va uning doisi Jiang Jiechi 44-yil mustamlika Uyg'uristonda mustamlika urushi qo'zg'adi. Biroq hech qanday bo'lsin, buning oqibati va oxirgi jarayonini keyingi leksiyalarimizda yana so'zlaymiz. Shu narsa kishilarga ayon bo'lishi kerakki, ajoyib qismatlarga, ajoyibat voqealarga to'liq dunyo ekan bu. Shu vaqtda qon to'kib, jang qilib, mustaqillik jakarlagan Uyg'urning davlati e'tirof qilinmay, hech nimaga tayyorligi yo'q. Faqat 20-yillarda bir mustaqillik jakarlab qo'yib, jim yotgan Tashqi Mongoliyaning mustaqil davlat bo'lib qurilishi bu insoniyat tarixidagi bir mo'jiza. Yani bir tarafdan aytgan vaqtda insoniyat tarixidagi Uyg'urlarga kelgan uvolchilik, Mongollarga kelgan omad deyishga bo'ladi. Endi bugun qaytib kelamiz. Mushu paytda Xi Jinping apandining Tayvandagi Kuomintang partiyasining vakilini Beijingda qabul qilganligini qarshi olamiz. Yani bugün tuyuqsiz bir parça maqolada men kelar qatimda so'zlaganda Tesla oy kuni bilan so'zlashga kapolat beraman. Bugun dastlabda mushundaq bo'lib qoldi, shuning kechiringlar. Shu vaqtda bugun kelgan bir parça maqolada pat arda balkim Xi Jinping bilan Jumhur Xalq Cumhuriyetining raisi Xi Jinping bilan Tayvanda Kuomintang partiyasining prezidenti Ma Ying-jeou uchrashishi mumkin, qo'l elishib ko'rishishi mumkin deydigan bishoratlar yetib keldi. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, vatandoshlarim, bu bir mo'jiza. Ajoyib bir kunning yetib kelayotganligini har birimiz his qilishimiz lozim. Shunga mustamlik Uyg'uristonning ichidagi vatandoshlar va tashidagi vatandoshlar alayda ahvolda, alayda sagak bo'lib,
alayda sezgürlük bilen vaziyetning taraqqiyotiga